Mushunda qat-qat tilamisu qilib keldim. Buni yana tatar turtma deydi. Qilish intayin bek oson ham bek yeyishlik chiqadi. Kilamiz billa qilamiz. Eng avval yuqoridagidek materiallarni tayyor qilib, mush filmni ko'rganingizga o'xshash bir qacha qaynoq suv qo'yib, uni ustiga quruq qach silib, 50 gram sarmoy, 35 gram shakar, 25 gram asalni silib, sarmoy bilan shakar erib, bir tuqqan bir jamat bo'g'ich aralashtirib olsangiz, buni mushta aralashtirib, erib mushta suyu holat keldi, ondan bir ta tuxumni chiqib, yana davomli aralashtirsangiz, buni aralashtirib, tuxumni aralashib, bir tuqqan bir jamat bo'lganda 2 gram sodani 210 gram unga qo'yib, mushta paloq bilan xamir qilib, onları yo'qoganda qo'lingiz bilan xamir qilsangiz bo'ldi. Ko'rib mush yergacha kelsangiz meni qo'shib olib, bir dona naqsiz yurakni besib qo'yishga arziydigandimi? Bugun mening chiqqan o'lchimimda 4 so'mlik kichiklan bir tal tort bo'ldi. Agar jo'qroq qilma deb qolsangiz, mushni 2 kaslab qilsangiz bo'ldi. Xamirni mushta 8 bo'lak bo'lib olsangiz, cho'qim cho'ng kichikligini hammasinikin o'xshash holatda bo'lingmi? Mushta qilib, andan may qog'ozni ustiga ilib, no'g'ish bilan yeyib qo'ysangiz bo'ldi. Buning nepiz qalinligini shu chadoning nepiz qalinligichilik atrofida qilsangiz bo'ldi. Bak nepiz qilsiz hamda ko'rib mis qila oldingiz qachon. Buni mushta qilib bo'lgandan keyin yumaloq bir narsa bilan mushta cho'rsini kesib, mushundaq tayyor qilsangiz bo'ldi. Bu xil tatar tortni qilish intayin bek oson. Uning ustiga bu tortni yeyishni yaxshi ko'rmaydigan odamni men uchirtib boqmadim. Cho'ng kichik hammaylar shunday yoqtirib yeydi. Ko'ngilga ham tegmaydi. O'zi ham bek yeyishlik debchi. Mush filmni ko'rganingizga o'xshash, hammasini tayyor qilib bo'lib, filk bilan teshib, kavshang silib 160 gradusda 5-6 minut pishirib olsangiz bo'ldi. Oldi-keyin mushtarak sag'aslam pishgan bo'ldi. Ondan bu tortning bo'lkisini tayyor bo'ldi. Bolka desam yumshoq bo'ldiga o'xshaydi deb o'ylab qolmam, yumshoq bo'lmaydi, juma pinganga o'xshash qattiqroq chiqadi. Ondan ibay qilq cho'ristik sat to'g'anlarini ezib qo'yib, tayyor qaymoqni mushta tort qaymog'ini ko'ptirib tayyor qilsangiz, ondan har bir qavtiga mushta qaymoqni tash surib, üst-üstiga tizib qilsangiz bo'ldi. Üst-üstiga tizishdan burun qaymoqning ustiga ibay ezib tayyor qilgandan mushta arliqlarga chechib o'tsangiz, yana bir qavat qo'ysangiz, yana bolga o'qchachsiz, yana qo'ysiz. O'shta qilib 8 qavat qildik-ku, buni 8 poch bo'lgan keyin 8 qavat tizib qo'ysangiz bo'ldi. Buni mushtaq tizib qilib bo'lgandan keyin ondan mo'laymiz, ya'ni butun atrofiga mushtaq qaymoqni ba'sangiz bo'ldi. Ma'qul tortni har qanday qadam qila oladi, chunki uyda kavshangli bor bo'lsa, qilish intayin bek oson. Uning ustiga ham bek yeyishlik chiqdi, sizni cho'qim qila olasiz, bir qatim qilib sinab beqingizmi? Eng oxirida yana mushta eshib qolgan bolkining uvoqlarini mush tortingizning butun badaniga chaplashtirib tayyor qilsangiz bo'ldi. Bu tortni yasab bo'ldingiz, mana haqiqatan osonmiki? Ko'rib oxirgacha birga kelibsiz, meni qo'shib olib bir dona yurakni besib qo'yishga arziydigandim.